Assalamu alaikum. Aleykümselam. Nasılsın? Gel otur. Doktor aka. Hayır, itingiz o'lib qolgan turmaydi. Jamon bo'lib turibdi. Yaxshi futbolchi vaqt. Mashina urib ketib turadi hozir ayniz. Ama şu doktor aka, şu sizden itingizga bir ko'ngil aytib qo'yaylik deb keldik. Endi doktor aka, kechirib qo'yingiz. Sizga ko'ngil aytib qo'yaylik desak, hech narsa yo'q edi, mana endi tushundingizda. Hey boyvucha. Hey bir de geng bo'lsa olib chiq. İttin dostları gelip ko'ngil aytamiz sen. Bularda işte keski yo'q ekan, o'zlarini ko'ngil aytalam. İttin dostları ekan.